Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz sizlar bilan juda noodatiy narsalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda Kenan Yıldız ikkita gol urgan. Bunisi noodatiz. Mana bu qarang. Mana bu tepadagi hisob 6-0, lekin naryoqdagi hisob 5-0 bo'lyapti. Hayron qolasan odam. Bu akkauntda monesi borligi, Vandengen sariqligi uchun ishga qo'l bo'lgan. Bu videoda o'sha 84lik reytingda Kerabo qarang. 3 ta gol uryapti, 45 ta, 49, 84-daqiqada gol uradi, lekin 9-5. Hayratli qilasan. Mbappe onda bittadan gol urgan, lekin o'yin qahramoni Teo Hernandez bo'lyapti. Lekin Mbappe 2 golda ham qatnashgan, bitta pas berib, bitta gol urgan. Bunisida Salah mana xuddi shunda bitta assist berib qo'ygan Muhammad Salah o'yin qahramoni bo'ladi, lekin Kenan Yıldızda 2 ta gol bor edi. Bu yoqda Kenan Yıldızning ajoyib hetiga. Bu yoqda Kenan net bo'lgansangiz, bu yoqda ham 3 ta gol urgan. Bu yerda 3 ta gol, bitta assist. Bu Real Madridning tarkibi biroz o'ng'ilgan, lekin mana bu yaxshi e'tibor bersangiz, Trent Alexander-Arnold chap o'ng qanot himoyada emas, yarim himoyada turibdi. Shunda bu akkauntga qarshi buni full akkaunt tashlayyapti. Bunda aniqsa Shkurov tushib qolgan. Mana shu narsaning hayratlanarli bo'lgan. Hamma o'sha maqtab yuradigan Harry Maguire mana bu yerda birinchi daqiqada Villarrealga qarshi gol urmoqda. Bu yerda Silver chiqmoqda. Qarang, Kylian Mbappe. Ikkita Kylian Mbappe bor, bittasi Ekodan 5 tadan gol. Bu yerda Thiago Silva chiqqan afsona bo'lib. Mbappe ham emas, Haaland ham emas, Guardiola ham emas, De Bruyne ham emas, bu yerda qahramoni. Ashraf Hakimi hech bo'la qila olmagan Ashraf Hakimi qahramoni. Oddiy akkauntlar. Bunda Neymar bor, e'tibor bersangiz, Cucurella bilan Neymar bor. Gabriel, Bastoni, Ison. Yine biz futbol transfer ko'rib chiqamiz. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe juda ajoyib futbolchi. Mana bu qo'lda 4 raqamga afsuski jahon chempionatini ololmagan. Lamine Yamal Barselonaning oltin bolasi. Teo Hernandez bu yerda chekyapti. Haaland. Gigantazavr va Julian Alvarez. Ronaldinho. Shunchaki Diego Jota har bitta uyga shunday qilib yozilish qo'ygan. Bruno Fernandes, Osimhen ham o'z davrining eng kuchli futbolchisi bo'lgan. Hozir Galatasarayda to'p suradi. Bu Bernardo Silva bo'lsa kerak, adashmasam. Ha, albatta Bernardo Silva. Bu yil Rodrigo bo'ldi. Real Madrid safiga o'tdi. Barselonani qo'lga kirita olmadi, lekin agent sifatida Real Madrid bo'ldi. Here we go. Sergio Ramos qo'liga atirgul chizdirgani ham juda zo'r chiqqan. Telefon qilgani shu yerda ham bor. 4-marta bityapman deyapti. El Capitan Madridni tark etganda Gyökeres o'sha mana Garnachoni taniydiganlar bor hozir. Chelsea'da o'ynaydi bu Neymar, Cristiano, Phil Foden ham hozir Liverpool pozitsiyada o'ynayotgan. Bu Kroos, bu paslar qiroli, KDBdan tushgan Ryan Leonard, Sergio Ramos. Eshitaman deyapti Ramos. Gapiringlar deyapti. Yana telefon qilaman deyapti. Ana shunisi yomon chiqqan. Mbappe va hamda Ronaldoning ko'rishuvi
Tabii ki. Oyun juda ko'p to'qnash kelishgan Mbappe kumiriga Kylian Mbappe kumiriga qarshi o'ynagan. Neymar yig'lab yubormaslik uchun kulib turgan edi shu holatda. Antony Alexander Bastoni taniydiganlar bo'lsa kerak. Julian Alvarez Atletico lideri Nicola Barella. Bu yana Alexander Bastoni. Bu Marcus Rashford Jose Mourinho Realga olib kelmoqchi. Barselona o'yini bo'lsa ham Barselonaga olib kelmoqchi. Barsadan Realga olib o'tmoqchi. Mana ikki Ashaddiy Hayit Muborak Muhammad Salah o'z Instagram sahifasiga qo'ygan, futbolchilar qo'ygan. Yana Lionel Messi aynan shunday qilib qo'ygan. Mana bu Yamal bilan Pedri. Nico Williams va Dean Henderson. Gavi. Dani Olmo qo'lini ko'rsatmoqda. Lara Marata. Barchaka Palmer bilan jut o'rgatyapti. Afsonalar-ku. Benzema. Karim Benzema. Kimga ana shunday futbolchilar kerak bo'lsa, albatta o'tkazib bera olaman. Sharti menga podpiska bosgan bo'lsa bo'ldim. O'zil. Mesut O'zil. Cafu ko'tarmoqda. Braziliyaning oltin avlodi, yangi avlodi. Neymarli avlodi bu, Neymarli. Neymar Junior Rafael João Neves, João Félix, Cristiano Ronaldo. O'ynagan bir davrlar. Mana oxirgi o'yini edi Pepe'ni shu. Cristiano Ronaldo. Yana Silva chiqmoqda. Real Madrid futbolchisi. Yana ko'p bilsangiz Ibrahim Kanate Real Madridga keldi. Ya'ni kecha rasman e'lon qildi. Marco Kurella ham Real Madrid futbolchisiga aylandi. Jose Mourinho Real Madrid murabbiyiga aylandi. Va Bernardo Silva ham Real Madrid futbolchisi deya e'lon qilindi. Manchester City'niki uncha zo'r emas ekan, Chelsea'niki ham uncha zo'r emas bu. Saka qo'ravoy. Bukayo Saka orzusi ushalmagan yigit. Hammangizga rahmat, ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga kattakon rahmat.